Angliya davlatiga ro'yxatdan o'tish boshlandi. Hozir qanday ro'yxatdan o'tishni batafsil tushuntiraman. Birinchi o'rinda Instagramga kiramiz va qidiruvga Anvar Yevropa deb yozib olamiz. Shu o'rinda videoga like bosish va yaqinlarga ulashish esdan chiqmasin. Mening profilim kelib chiqdi va Telegram kanalga o'tib olamiz. Telegram kanalga Hops saytini rasmiy linkini tashlab qo'yibman. Bu link orqali ro'yxatdan o'tish mumkin. Linkga kiramiz va shunaqa oyna ochiladi. Keyingi bo'limni bosamiz va bu yerga ismni kiritamiz lotin harfida. Keyin familiya, keyin esa elektron pochta. Videoga like bosish esdan chiqmasin, chunki barcha tanishlarga yetib borsin video. Keyin telefon nomer kiritamiz. Telefon nomerini kiritdik, tug'ilgan yil va oy. Men bu yerda shunchaki tavakkal kiritdim. Siz esa umuman shoshmasdan to'g'ri kiriting, chunki faqat bir marta ro'yxatdan o'tish mumkin. Zagram pasport bormi deyapti. Bor bo'lsa borni bosasiz va Zagram pasportda serial nomerini kiritamiz. Siz keyingi bo'limda hozir nomer noto'g'ri deyapti, chunki plus qo'yish mumkin emas. Plusni olib tashlab nomerdan kiritamiz. Uje qabul qildi. Men yolg'iz ketayotganim uchun yolg'izni bosdim. Endi rus tili bilish darajangiz deyapti. Bu yerda rus tilini qay darajada bilsangiz kiritasiz. Men o'rtachani tanladim va angliyskini ham o'rtacha qilib tanladim. Oldin Angliyada ishlaganmisiz deyapti. Men ishlamaganligim uchun yo'qni bosdim. Siz ishlagan bo'lsangiz qani bosasiz, ishlamagan bo'lsangiz yo'qni bosasiz. Keyin shunaqa spes texnikalarni hayda olasanmi degan bo'lim bor. Agar hayda olsangiz, hayda olaman deb belgilab ketasiz va shundan keyin shunaqa oyna ochiladi. 12 soatdan keyin javobini qabul qilishingiz mumkin. Barchaga omad.